Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z tele dasturlarini O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridan turib yana davom ettiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturni boshlashdan oldin men bir yoqimli missiya deydi. Tug'ilgan kunlar bor bugun. Bugun prezident apparatdagi ikkita ajoyib insonni tug'ilgan kuni. Rahbarlar ham odam, rahbarlar ham mana shunaqa kunlarda hattoki bir marta tug'ilgan kunida ularga ikki og'iz tabrik aytishimiz kerak bo'ladi. Men birinchi bo'lib bugun O'zbekiston prezidenti devonida, prezident apparatida prezidentni kadrlar siyosati bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlayotgan G'ofurjon G'aniyevich Mirzayev bugun demak tug'ilgan kunlarini nishonlayaptilar. Mana bu kishini mana shu kishi demak O'zbekiston prezidentini maslahatchisi. Xo'p, men bu kishini bir marta nimada ko'rganman. Sirdaryoda hokim bo'lganlarida bundan 5-6 yil muqaddam ko'rganman. O'shanda men hukumatimizning ruxsati bilan Kanadadan kelib viloyatlarda aylanganman, bilasizlar. Har bir viloyatda bir hafta 10 kundan turib podrobniy batafsil o'rganib, har kuni men pryamoy efirlar qilib butun dunyoga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotdagi o'zgarishlarni efir qilganman. 2-3 oy ketganman. Batafsil o'rganganman har bir viloyatlarda rivojlanish istiqbollarini. Oddiy odamlar bilan, hokimlar bilan, rahbarlar bilan, tadbirkorlar bilan birga yashab, birga yotib suhbat qilganmiz. Ana shu Sirdaryoga borganimda men uni juda kamtar, kamsuqum hokimini uchratib, biroz u kishini oldidan o'tib, keyin u kishi menga matbuot kotiblarini qo'shib bergan. Shu bilan biz Sirdaryoni aylanganmiz. Ana shunda men Sirdaryoliklar orasida G'ofurjon G'aniyevich haqida juda katta mehr, muhabbat, hurmat va ehtirom borligini. Bu kishi bilan men uchrashib bir yarim soat biroz suhbat qildik xolos. Bir piyola choy ham ichganimiz yo'q. Bu kishi ham shoshib turibdi, men ham. Biz tanishdik va men bu kishidan ma'lumotlarni olib, bu kishini aytgan matbuot kotiblari bilan ketdim. Tamom, bir marta shu 20 minutlik uchrashuvda men bu odamga juda katta mehr qo'ydim. Birinchidan bu kishini samimiyligi, Sirdaryo viloyatini shu qadar katta obro'li hokimini kamtarligi, samimiyligi menga juda yoqdi. Yonidagi viloyat rahbarlari bilan tanishtirdilar va savollarimga javob berdilar. Keyin matbuot kotibini chaqirib, uka mana olib yur. Tamom. Men bu kishini qaytib ko'rmadim keyin. Men bu kishini keyin kuzatishda davom etdim. Sirdaryoda juda ko'p katta o'zgarishlarni men efirlarga olib chiqdim. Bu kishi keyin prezidentni kadrlar siyosati bo'yicha maslahatchisi bo'lib keldilar. Men har safar kuzataman. Bular qishloqlarga maslahatchi bo'lib, bu kishini men kabinetda hozirgacha qancha o'tirganini men bilmayman yoki eshitmaganman. Bu kishi hozirga qadar maslahatchi bo'lgandan buyon umuman hamma maslahatchilar ham viloyatlarda yuradi, kabinetda kam o'tiradi. Buni bilmasanglar bilib qo'yinglar. Shaxsan G'ofurjon G'aniyevichni men hokimlardan, oddiy muxlislari mana butun dunyoda ko'p. Toshkent viloyatining eng olis chekka qishloqlaridagi eng olis qishloqlarga borib bu kishi yotib qolganlarini, hatto viloyat hokimlariga aytmay borib oddiy odamlarning uylaridagi imkoniyatni o'rganganliklari va juda ko'p holatlarda eslaringizda bo'lsa, viloyatlarda juda og'ir sharoitli odamlarga, ijtimoiy himoyaga muhtojlar, uylar va haligi suv oqadigan, yashab bo'lmaydigan sharoitli joylarni o'zlari ko'rib, keyin o'sha uylarni yangilab prezidentimizni siyosatini mahsuli sifatida ularga prezident nomidan uylar qurib berganliklarini men
5-6 ta videolarini men e'lon qilganman. Bularni hammasini boshida O'zbekiston prezidentini kadrlar siyosati bo'yicha maslahatchisi G'afurjon G'aniyevich Mirzayev turadilar. Toshkent viloyatidagi bu kishini qilgan faoliyatini menga har kuni viloyatdagi jurnalistlar yetkazib turibdi. Boshqa viloyatlarda ham bu kishini hamisha odamlar bilan suhbatlashganini, odamlar bilan birga itidan kechgacha yurib vaziyatlarni o'rganishlarini aytib berishadi. Men shu uchun mana shunday halol, pokiza prezidentimizni ishonchini mana shu qadar yuksak bilgan va qadrlagan kishilar bugun prezident yonida maslahatchi bo'lganligi uchun men shaxsan mana shundan xabardor bo'lganligim uchun bugun bu kishini men tug'ilgan kunlari bilan tabriklashga jur'at etdim. Muhammadjon Rahmonovning bir she'ri bor. Ayting, qaysi qonunda bor? Bir kun zavqqa to'lmasin, rahbar odam o'ynamasin, rahbar odam kulmasin. Ayting, qaysi qonunda bor deydi. Lekin bugun Shavkat Mirziyoyev yonidagi mulozimlar, oliy rahbariyat a'zolari, viloyat hokimlari, hukumat a'zolari, ministrlar, men yaxshi bilaman, o'zim shularning ichida yuribman. Men yaxshi bilaman, bular birortasi tug'ilgan kunni nishonlab, bola chaqalarini yonida uyda o'tirib, bularni kecha kunduz ish bilan band ekanligini bugun xalq ham bilib turibdi. Hali dam oladigan kunlarimiz keladi deyishadi bular. Prezident Mirziyoyevga bo'lgan bularning hurmat, ehtiromi shu qadar kuchliki, haqiqatdan ham xalqimiz bugun shukr qilsa Xudoga arziydi. Karimov davridagi oliy rahbariyat a'zolari bilan bugungi Mirziyoyev davridagi oliy rahbariyat a'zolarining orasida yer bilan osmoncha farq bor. Hozir meni gapimni eshitib xorijdagi alamzada kishilar ikkilanib yoki ishonmay turibdi, lekin O'zbekistondan poytaxtdan olis shahar va qishloqlardagi xalqimiz men to'g'ri gap aytayotganimga ishonch hosil qilib turibdi, chunki ularning hammasi mana shu rahbarlarning viloyatlarda yurganini, Oliy sud raisi, bosh prokuror, boshqa rahbarlar, ichki ishlar vaziri, Oliy sud raisi Baxtiyor Jahongirovich Islomov, ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovich Toshpo'latov, bosh prokuror Nig'matullo To'lqinovich, Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Bahodir Qurbonov. Yana kimni aytay? Bosh vazir o'rinbosarlari, bosh vazirning o'zlari, prezidentning komanda a'zolari, prezidentning maslahatchilari Qoraqalpoqda, Xorazmda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda, poytaxtdan eng olis go'shalarda hammalari xalqning ichida yurganini bugun sizlar yaxshi bilasizlar. Ana shulardan biri G'afurjon G'aniyevich prezidentni juda nozik, juda dolzarb uchastkasini, prezidentni bugungi kadrlar siyosatiga mana shu akamiz mas'ul. Bu kishini kamtarligi, bu kishini halol pokizaligi Shavkat Mirziyoyevday ulug' va donishmand bir davlatimiz rahbarini ishonchini qozonganliklari bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi. Chunki men Shavkat Mirziyoyevni 40 yildan buyon yaxshi bilaman. U kishi kristalniy toza o'zi va kristalniy toza odamlarni yoniga olishga men ishonaman, men yaxshi bilaman shu narsani. Shuning uchun men Muhammadjon Rahmonovning she'rini bekor o'qimadim. Ayting, qaysi qonunda bor? Bir kun zavqqa to'lmasin, rahbar odam o'ynamasin, rahbar odam kulmasin. Ayting, qaysi qonunda bor? Lekin ming afsuski bugun O'zbekiston yangilanayotgan paytda, Shavkat Mirziyoyevning g'oyalari hayotga tatbiq etilayotgan paytda, O'zbekiston bugun prezident rahbarligida butun dunyo hamjamiyatini nazariga tushib turgan shu tarixiy damlarda prezident atrofidagilar o'ynashga, kulishga bizda haqqimiz yo'q deb ertadan kechgacha xalqning ichida yurganligini men ham, siz ham, xalqimiz ham yaxshi bilib turibdi. Men aniq bilaman, G'afurjon G'aniyevich hozir kabinetda emas. Aniq bilaman, qayerdadir bu kishi prezidentlik topshirig'i bilan shahar va qishloqlarda odamlarning orasida yuribdi. Men aniq bilaman, bu kishi
kechasi 12 bo'lmay uyiga bormaydi va uydagilari dasturxon atrofida kutib turibdi. Lekin bu kishi shularning hurmatiga borib ertachiroq shu dasturxon atrofida o'tiray demaydigan odam. Men bu kishini aniq bilaman. Shuning uchun bu odamlarni biz mana shunday fidoyiligi uchun, mana shunday prezidentga va o'zbek xalqiga bo'lgan mehr va muhabbati uchun bir og'iz yilda bir marta bo'ladigan tavallud kuni bilan suratini qo'yib ikki og'iz tabrigimizni aytsak nima qilibdi deb men ming bir istihola bilan bugun tabriklashga jur'at etdim. Chunki bu kishi aniq bilaman nomi chiqishini, bu kishini ko'tar qilishimizni, maqtashimizni mutlaqo istamaydigan odam ekanliklarini men o'sha Sirdaryoga borganimda bilganman. Efirlaringizda hamma yutuqlarimizni menga bog'lamang, umuman meni tilga olmang, xalqimizga bog'lang, sirdaryoliklarga bog'lang. Prezidentimiz g'oyalarini mana shu sirdaryoliklar to'g'ri tushunib, kecha kunduz mehnat qilyaptilar. Prezidentimizni bu siyosatini mevasi ekanligini ayting. Lekin bizlarda hali bizlar bu ishonchni oqlashimiz kerak degan kamtarona fikrlarni eshitganman o'sha 5 yil muqaddam. Ming afsuski bu kishi Toshkentga ko'tarilib keldilar, lekin biz bu kishi bilan yo'llarimiz hech qachon kesishmadi. Lekin men g'oyibona bu kishini o'sha Sirdaryoda bir marta ko'rib 20 minut suhbatlashgan odam sifatida qalbimda juda yaxshi hurmat va ehtirom saqlanib qolgan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin G'afurjon G'aniyevich. Men bir yoshi katta jurnalist sifatida ma'naviy haqqim bor. Ba'zan men shunaqa erkalik qilib sizga o'xshagan prezidentning komandasini a'zolarini tabriklashimga. Buni to'g'ri tushuning, bizdan ranjimang, bilamiz siz bunaqangi tabriklarni, bunaqangi shov-shuvlarni, bunaqangi ko'tariladi mutlaqo yoqtirmaysiz. Chunki prezidentimiz yoqtirmaydilar buni. Lekin men Kanadada 20 yil yashagan va Toshkentga kelgandan keyin prezident rahbarligida mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib, Kanada va Amerika nigohi bilan bu o'zgarishlarga qarab prezidentimizning bu oliyjanob ishlarini to'g'ri tushunib jur'at etganim uchun prezident komandasi a'zolarini qutlashga meni to'g'ri tushuninglar, mendan ranjimanglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Farg'onani Bag'dodida bu kishi tug'ilganlar. Farg'onadagi odob, axloq, xalqini buyuk bir ma'naviyati, qadriyatlari hammasi G'afurjon G'aniyevichda mujassam. Bu kishini men 20 minutlik suhbatda juda madaniyatli, juda samimiy va soddaligini, samimiyligi eng muhim odamni, rahbardi. Shu uchun men bugun bu kishini tabriklayman va bu kishini ishlariga, ijodiga, faoliyatiga omad tilayman. Shavkat Mirziyoyevday betakror davlat rahbarini yonida bir safda uni komandasida bo'lish bu millionlab odamlarning orzusi. Lekin ne baxtki ana shu orzu G'afurjon G'aniyevichga o'xshagan juda kamdan kam kishilarga nasib etgan. Bu juda katta ishonch. Ana shu ishonch hamisha prezidentimizni tomonidan berilgan bu ishonch, xalqimizning bu ishonchi sharaf bilan oqlanishiga men shaxsan sizni bir marta bo'lsa ham ko'rib yaxshi o'rgangan yigit sifatida ishonaman. Sizni ishlaringizga omad tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin G'afurjon G'aniyevich. Hali sizni tabriklash bekatlari, tabriklash yillari ko'p bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin buning uchun. Sog' salomat bo'ling. Demak, bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan yana bitta prezident mahkamasini xodimi bor. Mana shu yosh kelishgan chiroyli, g'ayratli yigit Laziz Rahmatov bo'ladi. Laziz Rahmatov prezident apparatida ishlaydi, lekin buni men davralarda, ijodkorlar orasida, tadbirlarda, yozuvchilar uyushmasi boshqa joylarda ko'rganda hech qachon bu kishini men prezident apparatida ishlashini bilmaganman. Menga Karim Bahriyev
bir ikki marta davralardan keyin aytdi, bilasizmi bu kishini taniysizmi? Yo'q dedim. Bu kishi o'shanda hayron qolmay samimiy bir jilmayib turdi. Bu kishi Laziz Rahmatov prezident apparatida sizlarni zemlyak dedilar. Ben eshitgan edim, lekin bu kishi ekanligini bilmadim. Bu kishini kamtarligi, samimiyligi meni maftun etdi. Birinchi uchrashuvda bizni Karim Bahriyev tanishtirgan. Bugun Karimjon yo'q. Ming afsuski, Laziz Rahmatovga o'xshagan ajoyib yigitlarni u men bilan tanishtirdi. Laziz Rahmatovni bugungi tavallud kuni bilan men chin yurakdan muborakbod etaman. Tanimaganlar uchun bir og'iz men aytib o'tishim kerak. Laziz Rahmatov demak Qashqadaryo viloyatining Shahrizabs tumanida tug'ilgan. Shahrizabsdagi Qoriniyoziy nomli o'rta maktabini tamomlab, O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini bakalavr, 2011-yilda esa O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetini magistr nimasida tamomlagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini himoya qilgan. Shuhrat medali sohibi. U turli yillarda Fidokor ijtimoiy siyosiy gazetasi, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida, O'zbekiston Milliy axborot agentligida, Jahon axborot agentligida faoliyat ko'rsatgan. 2008-2017 yillarda va 2018-yildan e'tiboran prezident devonida mas'ul lavozimlarda xizmat qilgan. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi axborot xizmati boshlig'i 2017-2018 yillarda bo'lib ishlagan. 50 dan ortiq ilmiy maqolalari turli respublika va xorijiy jurnal hamda ilmiy to'plamlarida e'lon qilingan. 2009 yil uning ssenariysi asosida internet va 2011 yilda Shanxay hamkorlik tashkiloti nomli hujjatli filmlar suratga olingan. Tarjima yo'nalishida O'zbek Milliy akademik drama teatrida polyak dramaturgi Slavomir Mrozhekning Chegara ustidagi uy asari, Ilhom teatrida Markaziy Osiyo yosh rejissyorlari festivali uchun bir guruh yosh ijodkorlar tomonidan tayyorlangan Doktor Faust haqida afsona spektakli sahnaga qo'yildi. O'zbek Milliy akademik drama teatrida Sevgi jilolari librettasi, Toshkent davlat musiqali rus komediya teatrida 2013 yildan Простите, дорогой, Dadajonisi kechiring piyesasi qo'yilgan. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotida 2015 yil keksalarni e'zozlash yili munosabati bilan dunyo keksalar dunyosi xorijiy mamlakatlar tajribasi misolida 2016 yil sog'lom ona va bola yili munosabati bilan sog'lom ona va bola xalqaro amaliyot xorijiy mamlakatlar tajribasi misolida, shuningdek 2017 yili Tamaddun nashriyotida onalik va bolalik o'zgarayotgan dunyo ilmiy ommabop kitoblari bosmadan chiqdi. 2019 yil yangi kitob nashriyotida bosmadan chiqqan dunyo mamlakatlari Avstraliyadan Hindistongacha ensiklopedik qo'llanmasi ayniqsa shuhrat qozondi. 2026 yilda dunyo mamlakatlari kitobi to'ldirilgan qayta nashri Sevgi jilolari kitobi chop etildi. Xalqaro munosabatlar sohasida doktorlik dissertatsiyasi va diplomatiya ensiklopediyasi qo'llanmasi ustida ilmiy izlanishlar olib boryapti. U asoschisi bo'lgan Qanot ijodiy loyihasi doirasida 2022-2026 yillarda 50 ga yaqin iste'dodli va mahoratli ijodkorlarning sara asarlari chop etildi. Turli ijodiy tanlovlar tashkil etildi va adabiy taqdimotlar o'tkazildi. Respublikamizning qator tumanlari o'rta maktablariga, shuningdek dastxat va kitobxonlik madaniyati loyihalari orqali kitobsevar muxlislarga 50 mingdan ortiq turli adabiyotlar taqdim etildi. Mana shularning barchasida Laziz Rahmatov bosh-qosh bo'lib bugungi kunda prezident apparatida faoliyat olib boryapti. Laziz Rahmatovni men bir hamkasb akasi sifatida chin yurakdan hamyurt akasi sifatida chin yurakdan tabriklayman. Bizni prezident apparatida mana shunday kamtar, kamsuqum, samimiy yigitlar borligidan qalbimda hamisha ajib bir faxr tuyaman. Prezident apparatida ishlash Lazizjon, bu juda katta baxt va saodat.
Bizlar vaqtida shu ishonchlarni qadriga yetmadik. Islom Karimovga yaqinligimizdan mag'rurlanib havolarga, osmonlarga, samolarga uchib ketdik. Holbuki men bor yo'g'i bosh muharrir edim Gosplanning iqtisod jurnalida. Har kuni prezidentni Karimovning yonida yo sessiyalarda yurishga harakat qilardim. Nimani bilmasdik, subordinatsiyalarda. Va Islom aka shunga qaramay meni o'ziga juda yaqin olgan. 50 dan ziyod suratlarga tushgan ekanmiz Islom aka bilan. O'zbek jurnalistlari orasida birorta yigit Islom aka bilan, birorta jurnalist bu qadar ko'p rasmga tushmagan. Lekin bular yaxshi, lekin mana shu manmanlik, oliftagarchilik va xudbinlik alal oqibat meni 3 marta qamalib, shaxsan Islom Karimovni topshirig'i bilan keyin O'zbekistonni 20 yil tark etishga olib keldi. Yaxshi ham baxtimizga Shavkat Mirziyoyevni mana shu insonparvarlik siyosati bor ekan, menga o'xshab mayli yengiltagdirmiz, lekin kamchiligimiz bordir, xudbinmizdir, lekin Abdulla Orif aytganday chumchuqchadirmiz, lekin biz jinoyat qilmagan edik. Biz O'zbekistondan chetga haydab yuborish darajasida yomonlik qilmagan edik. Ana shu adolatsizliklarni Xudoga ming shukr Shavkat Mirziyoyev to'g'riladilar va menga ona vatanimni qaytarib berdilar. Ne baxtki siz bugun ana shu ulug' va donishmand prezident Shavkat Mirziyoyevni apparatida, prezident apparatida ishlayapsiz. Shu uchun men sizni ham G'afurjon G'aniyevichga o'xshagan prezident komandasini a'zolarini va sizga o'xshagan prezident ma'muriyatini xodimlarini, prezident apparatini xodimlarini juda hurmat qilaman va hammalaringizga havas qilaman. Faqat bitta iltimos. Biz Karimovning qadriga yetmadik. Aniqrog'i ishonchini qadriga yetmadik. Va 3 marta qamalib 20 yil O'zbekistondan badarg'a qilindik. Sizlar endi Mirziyoyevning qadriga yetinglar. Uning ishonchini qadriga yetinglar. Bu sizga ham, G'afurjon G'aniyevichga ham, prezident apparatida bugun ishlash baxti va saodatiga ega barcha mulozimlarga aytilgan meni dil so'zlarim deb qabul qilinglar. Va bu ulug' ishonch, bu juda katta ishonch ekanligini menga o'xshab prezidentga yaqin bo'lib keyin urilib ketganlarni fojiali hayoti, fojiali umr bekatlari misolida men aytayapman, yozyapman, hali kitoblarim chiqadi. Ana shularni unutmanglar. Prezidentga yaqin bo'lish bu hammaga ham nasib etmaydigan juda katta baxt ekanligini men boshim toshlarga urilib, prezident devonidan, prezidentni mehridan, prezidentni orbitasidan uzoqlashib xor bo'lgandan keyin anglab yetdim. Sizlar esa shuni meni kitoblarimni, meni ohu nolalarimni, meni ko'z yoshlarimni ko'rib anglanglar va Shavkat Mirziyoyevni atrofida ishlash baxti va saodati ulug' saodat ekanligini, ulug' baxt ekanligini hech qachon unutmanglar. Bizda umrimiz o'tdi, meni masalan. Sizlarda hali yoshsizlar, hali umrlaringiz oldinda. Men sizlarga mana shu borada chin yurakdan baxt va omad tilab qolaman. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin.